Assalomu alaykum, Mahmudjon Ro'zjonov kanali obunachilari. Umra safariga bormoqchi bo'layotganlar. Bilasizlar, arzon, chegirmali narxlarda qo'yib boramiz. Eng asosiysi standart sharoitlar. Bir umrga tatigulik umra safarlarida ishonchli hamsafar faqatgina Centrum Holidays bo'la oladi inshaalloh. Xudo xolasa sharoitlarimiz bexijolat. Eng asosiysi narxlarimiz ham bexijolat. Inshaalloh aziz yurtdoshlar, aziz vatandoshlar, ota-onalaringni yoki da o'zlaring ko'pchilik bo'lib umra safariga bormoqchi bo'lsalaring, 5 kishidan yuqori bo'lsalaring, chegirmalarni ham qilib beramiz inshaalloh. Nafaqat O'zbekiston, balki qo'shni davlatlardan ham aloqaga chiqsalaring bo'ladi. Telegram yoki da WhatsApp orqali onlayn pasportlar tashab, o'zlaringni joylaringni bron qilsalaring bo'ladi. Eng asosiysi $970 chegirmamiz bor. Videomizni oxirigacha ko'radigan bo'lsalaring, buni ham ma'lumotini yetkazib beramiz. Madina Munavvarada 100-200 metr masofadagi shinam yaxshi gastinisalarimiz, Makka Mukarramada Diyor al-Uraba nomli aziz yurtdoshlar 700 metr masofada haramga piyoda 5 mahal namozga qatnashsalaring bo'ladigan gastinitsa olganmiz. Yangi 4-5 kishilik xona joylashuvi. Madina Munavvarada 2 mahal, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Madina ziyoratlari, o'sha Ravza-i Sharif, Xurmo bog'i, Qubbo masjidi, Uhud tog'i, shu qatori sayohatlarni o'z ichiga oladi. Makka Mukarramada Mino, Muzdalifa, Jamorot, Arofat, haram tanishtiruvi, barcha ma'lumotlar beriladi. 50 boshlarimiz har bir reysda birga borib, birga kelishadi. Qizil dengiz sayohatiga ham albatta olib chiqishadi. Xudo xolasa bundan tashqari aeroportda kamzil, bejik, sumka, vizalarini beriladi hamda firma tomonidan xuddi shunaqangi samolyotda hamda avtobusda qiynalmay dam olishlik uchun uchish yostiqchalarini ham tekinga bonus sifatida qo'shib beriladi. Qayd etganlaringda 5 litrli Zamzam suvlari hadya sifatida taqdim etiladi. Xudo xolasa aziz yurtdoshlar, aziz vatandoshlar, narxlar masalasiga keladigan bo'lsak, narxlarimiz 30-Toshkent-Jidda yo'nalishidagi reysimizga ertaga soat 8:00 da registratsiya narxini $970 dan qilib belgiladik. Kam sonli joylarimiz qolgan. Hamda 5-kuni Toshkent-Jidda reysimiz bor. Buni ham narxini $970 qilib belgiladik. Hamda 7-kuni Toshkent-Jidda reysimiz bor. Bu reysimizning narxini $1040 dan qilib belgilaganmiz. 1-8-8-15-22-29 Farg'ona-Jidda yo'nalishidagi reyslarimiz bor. Buni hammasini narxini bir xilda $1050 dan qilib beramiz. Xudo xolasa yana yangilik reyslarimiz qo'shiladi. Bemalol ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar va ko'pchilikni o'ylantirgan narsa yoz mavsumida umra safariga borganda issiq bo'ladi degan narsa bor. Xo'p, Saudiya Arabistoni, Saudiya podshohligi issiqlikka o'ziga yarasha tayyorgarlik ko'radi. Ya'ni konditsioner tizimlari yanada kuchaytirilgan tartibda ishlaydi. Ventilyatsiya tizimlari ishlaydi albatta Madinada ham, Makkada ham. Lekin eng afzali issiqda chiqqandan ko'ra kechqurun soat 1 dan keyin haramga chiqishni tavsiya qilamiz. Misol namoz vaqtiga borib kelib, asosan ko'p vaqt haram hududida o'tkazamiz deganlarga kechqurun chiqish kerak. Va undan tashqari yoz oylarida borishda afzallik jihati haram hududida ziyoratchilar kam bo'ladi. Umra qilishlik, ibodat qilishlik oson bo'ladi. Asosiy yoz mavsumida sog'liqda muammosi borlar, yosh kattalarda olib borishni tavsiya qilamiz, chunki haram hududida odam juda ham kam bo'ladi. Ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqinglar, onlayn joylaringni bron qilinglar yoki da Farg'ona Marg'ilondagi ofisimizga tashrif buyuringlar. To'liq ma'lumotni sizlarga yetkazib beramiz.